Assalamu alaykum aziz qarindoshlar, yaxshimisizlar? Bugun 2020 10 noyabr. Amerikaning 46 navbatlik prezidentining kim bo'lganligi haqida men 11 ayning 4 kuni ozroq so'zlagan edim. Shu so'zimda Amerikaning 46 navbatlik prezidentining kim bo'lganligi masalasi biroz so'zilib qoladi. Biz darhol uqamasligimiz mumkin, bir necha kundan keyin o'qishimiz mumkin degan. 11 ayning 7 kuni Birlashma xabarlar agentligi Amerikaning prezidentining Joe Biden bo'lganligi haqida xabar taqatdi. Shundan keyin Joe Biden apandim Amerika xalqi dunyoga o'zining 46 navbatlik Amerikaning prezidenti bo'lib saylanganligi haqida javob berdi. Ammo navbatdagi prezident, ya'ni 45 navbatlik prezident Donald J. Trump Amerikaning prezidentlar saylamida qadimdan yoki uzundan buyon davomlashib kelayotgan an'ana bo'yicha o'zining qarshisida turgan Joe Biden apandimga tabrik so'zlab o'zininki vazifadan qolganlik to'g'risida yo'l qo'yganlik haqida bir so'z qilmadi. Ya'ni yaqindan buyongi taraqqiyotlar nimani tushuntirdi desa, Donald J. Trump bu qitimliq saylamdan norozi, uninki javobidan, bu saylamning natijasidan norozi bo'lganligi tufaylidan bir necha shtat, ya'ni Wisconsin, Nevada qatorliq shu shtatlarda, Pensilvaniyadan iborat shu hal qilg'uch rol o'ynagan shu shtatlardagi saylam belgini sanash masalasida bir sotqa az sunish ishlarini elib beryapti. Hatto oraliqda shu 1 soatga yetmagan vaqt ichidimi Amerikaning navbatdagi davlat ishlari kotibi Mike Pompeo apandim muxbirlarning so'ragan savoliga nisbatan aytgan vaqtda Prezident Trump'ninki bu qitimliq saylamda yengilganligini e'tirof qilgani yo'q. Ya'ni biz ikkinchi qitimliq shu hukumatni o'tkazilishda nihoyatda ravon holda o'tkazib olamiz deydi. Bu deganlik nima desa, biz huquqni nihoyatda ravon shaklda Biden hukumatiga, Biden taraflariga o'tkazib beramiz emas, balki ikkinchi qitimliq Donald Trump'ninki qayta saylanganlik haqidagi huquqni biz nihoyatda yaxshi davom qilamiz. Bu jarayonda mana hozirdan boshlab toki 1-21 kungacha bo'lgan vaqt ichida Amerikaning davlat bexatarligiga ta'sir etadigan hech qanday ish bo'lmaydi. Hokimiyatning har qaysi tarmoqlari, apparatlari yanada unumli ishlaydi degan bir gapni qildi. Bu nimadan derak berdi desa, bu Amerikaningki garchi media Joe Biden efendimning 46 navbatlik prezident bo'lganligini e'lon qilgan bo'lsa-mu, garchi nurg'un Yevropadagi demokratik davlatlarning, ya'ni Amerikaning ittifoqdoshlari bo'lgan Fransiya, Germaniya, Kanada, Angliyaning prezidentlari va boshqa davlatlarning prezidentlari Joe Bidenga telegramma yo'llab yoki telefon qilib uningki saylanganligini tabriklagan bo'lsa-mu, ammo bundaq buni ikki davlatningki bu haqda bir qaror kelmaganligi yoki Bidenning telegramma yo'llamaganligi, tabrik so'z yo'llamaganligi dunyoning diqqatini tortadi. Birisi Rossiya hukumati, yana birisi Xitoy hukumati. Endi hozirgi bu gapni biz Bideningki Mike Pompeoning abayqi so'zlagan yaqinda so'zlagan so'ziga biz bog'lab qaraydigan bo'lsak, bu saylamning da'vosi xili bo'ladigan o'xshaydi. Ya'ni 11 ayning 4 kundagi so'zimda deganidek, bu ish oxiri yuqori sudga berib to'xtaydigan o'xshaydi. Bu har ikki tarafninki qarashlari, maydonlari mundaq. Joe Biden Demokratlar partiyasi deydi, biz 75 milliondan ortiq odam Joe Bidenga bilet tashladi. 290 Electoral College, ya'ni saylam komitetining 29 biletiga erishdi. Trump'ninki erishgani 71 milliondek odam umumiy ovozda. Ammo 214 Electoral College, ya'ni 214 saylam komitetining biletiga erishdi. Amerikaning asosiy qonuni bo'yicha kim 270 yoki undan yuqori ovozga, saylam komitetining ovoziga erishgan bo'lsa, shu prezident bo'lish kerakdi. Shu ma'nodan olgan vaqtda Joe Bidenning Amerikaning prezidenti bo'lishi yo'lliq, lekin u hech qanday daxl taruzsiz pokiz elib berilgan bo'lsa shunday bo'ladi. Ammo bu yerda xuddi matematiklik ta'limlarda o'zgarishchan miqdorli javob kelsa ta'limni yashmak qiyin bo'lganga o'xshash. Bu qitim bu saylamga singib kirgan yana bir necha o'zgarishchan miqdorlar bo'lib ketdi. Buning eng yuqorisi shu COVID-19 degan, COVID-19 degan vaboninki ta'siri. Odamlar saylam bekatlariga berib, punktlarga berib bilet tashlamay 20 kun, 30 kundan burun shu
bəlot bak silqi maşı saylam beltiga ovoz qo'yib, anda avatib, aniki ular vaqti yetib bormay, uni salash ishlari toza ravon elib berilmay, mana shundaq masala kelib chiqqanligi uchun va Cumhuriyetçiler Partisi, Demokratçiler Partisi'ninki bu qadimki saylamdagi tutgan pozitsiyasiga qarab, ularni shu saylamda biletga nisbatan saxtlik qildi. Nurg'un quruq biletga o'zining ismlarini yozg'izilib, Joe Bidenning ismini yozg'izib, ashning ovoz qo'ygan odamlarning sonini sun'iy holda ko'paytirdi degan shunday qo'saqarg'i gumon. Chunki bir isbotlanmagan narsa u shubha bo'ldi, gumon bo'ladi. Shu gumon bilan shunday bo'layotdi. Amerika jamiyati garchi mushu masalada ikki bo'linga qilgan bilan bu yanlam qonun asosidagi davlat bu narsalarning oxiri seliqlik bilan bu ishlarning natijasi chiqdi. Bayda o'tganimdek nurg'un muhim demokrat davlatlar Baydenni tabrikladi. Ularning tabriklashining o'zining sabablari bor. Shunday siyosiylar bir qilgan vaqtda ishning ma'lum bir tanlashning natijasining qanday bo'lganligi, qanday ta'sir ko'rsatganligini o'ylab deydi. Shundaqla Rossiya bilan Xitoy doiralari Baydenning masalasiga kelgan vaqtda tabriknoma avatmadi. Xuddi oldingilar tabriknoma avatib, shu xil tabriknoma avatishninki ma'lum natijasini o'ylab yetganda Rossiya taraf bilan Xitoy tarafmi tabriknoma avatmaslikning ma'lum bir natijasini o'ylab yetgan gap. Shunga Amerikaning saylam natijasini %100 aniqlab ketdi, Bayden bo'lib ketdi desak, menimcha biroz aldiraqsalik qilganlik bo'lamiz. Qanday vaqtda andin biz Bayden bo'ldi desak bo'ldi deganda, Trump bu Bayden bo'ldi deb e'tirof qilgan vaqtda yoki chekingan vaqtda yoki bo'lmasa yuqori sud datalashbak kuchib kelsa, aralashib kesim chiqargan vaqtda yoki hukm chiqargan vaqtda andan tugadi desak bo'ladi. Hamda butun insoniyat dunyosiga nisbatan bir ozroq yaxshi xabar bor. Yaxshi xabar nima desam, COVID-19 degan, COVID-19 degan vaboninki vaksinasiniki Pfizer degan shirkatlarda xili unumli bo'layotibdi, patiqini chiqadigan o'xshaydi. Mana shuning ta'siridimi yoki bo'lmasa Joe Bidenninki saylanganligidan Amerika jamoati, bir qism jamoati shuni bilat tashlaganlar yoki uning ittifoqdoshlari nisbatan rozi bo'lganmi, xush bo'lganmi, paychekiga nisbatan bir pozitiv, ya'ni aktiv bir kuch kirdi. Shu bir kunning ichida paycheklari umumyuzlik bir o'sab qilyotdi. Paycheklar o'sab qilyotdi. Agar vaksina chiqsa, vaksina chiqib umumyuzlik shu amaliy qo'llanishga boshlagan vaqtda bu iqtisodga nisbatan texma bir pozitiv yoki amaliy ta'sir ko'rsatdi. Shunga paychekka elib, paycheklar tushib ketganlar sal tahrir qilib turganlar, balki ansirab ketganlar bu o'sdi. Bu bir iqtisod to'g'risidagi gap, vaksina to'g'risidagi gap, vaksinaning chiqishga oz qolibdi. Bu yaxshi gap albatta. Andan keyin bir qo'shimcha qilib deb qo'yganim, men bu Harvard universitetining gazetida, Harvard Crimson degan gazet bor. Shu gazetda bugun mening bir parcha maqolam e'lon qilindi, yozmam, qisqa yozmam. Buning sababi qanday deganda, men 3-oyda shu Yusuf Asajibning Qutatqa bilik degan hozirgi zamon nusxasini izlab bo'lgandim. 1984-yili hurmatli marhum olimimiz, yozuvchimiz Abdurim O'tkir apandilar tarjima qilgan shu nusxasini. O'sha qarasam, men burun Uyg'urcha kitoblarni u yerda izlab ketmab ekanman. Nurg'un jurnallar bor ekan. Ta 30-40 yillik tarixi bor. Nurg'un Uyg'urcha kitoblar bor ekan. İli Daryasi, Aqsoy adabiyoti, Tarim, Tangritog'dan iborat jurnallarningki Ağuşta 80-yillardan tortib 2017-yilgacha shunaqa nusxalar ekan, top oylik. Uni ko'rib men so'yinib ketdim. Qarab baqsam, men yosh chaqlarimda ancha-muncha lirik yozib qo'ygan odam, so'ygu liriksini, yosh chaqda nurg'un odamni so'ygu liriks yozdi-ku. Shu qarasam, shundaq mening liriklarim, ba'zi yozgan nasriy asarlarim bor ekan, buni ko'rib bir xil so'yinib qoldim, ta'sirlanib qoldim. Shu xil hissiyot tufaylidan men bu yozmani yozib qo'ydim. Asosiy ideyasi nima degan vaqtda bizning shundaq ming'illar ilgari bizning shundaq faylasuflarimiz, odamlarimiz bordi. O'rta Osiyo madaniyatiniki taraqqiyotiga, qadimgi Ipak yo'lininki mavjud bo'lishiga nurg'un tuhfalarni qo'shgan bizning tilimiz emas, biz xalq sifatida bizning mavjudligimiz, kelgusimiz tahlikaga uchrayotdi. Albatta nurg'un dalillar bor bunga. Ammo dunyo xalqi
Xitoy bizninki, Xitoy hukumati bizninki taraqqiyotga bo'lgan arzuyo'ni talabini tushunamiz, ammo osonlik demadimi? Etnik guruhlarga, etnik millatlarga nisbatan o'tkazgan jinoyatlarni kechirmaymiz deb qo'ysa bo'lmaydi. Chunki amaliy kichkin ish mana Xorvatnikidek Uyg'ur tili o'qituvchisi, to'liq kunlik Uyg'ur tili o'qituvchisi tayinlash, Uyg'ur tili o'tadigan. Shunday Uyg'ur jurnallarni 30-40 yildan buyon to'xtamay kutubxonada akeldirib saqlashning o'zimi bir zarrachilik bo'lsin, bir amaliy ish. Bir zarracha bir shunday bir tahlilga qolgan, shunday bir nachar kunga qolgan bir xalq uchun aytgan vaqtda mana bu shunchalik zarracha bir amaliy yordamning o'zi, qo'llashning o'zi abayqadak biz ma'nosini tushunamiz, ma'nosini kechirmaymiz deydigan bir g'oyiviy dabdabalik so'zlardan ustun turdi deb shu yozmani basam shuni chiqarib qo'yibdi. Demakchi o'g'lim, shunday ovozlarimizni har qaysi munbarlardan foydalanib deb turishimiz kerak. Minnatdor bo'lgan chog'da minnatdor bo'lishimiz kerak. Masalan, men Harvard universitetida minnatdorligimni ifodalab qo'ydim. Nur bizning shunday kitoblarimizni, jurnallarning ba'zilari cho'qim hozir Xitoylar uni yo'q qilib etdi. Shu jurnallarningki uzun yillik shu to'plamlarning aşağıda to'planib turishi bir xalq uchun, bir xalqning tili uchun, madaniyati uchun va uningki istiqboli uchun intayin muhim. Harvard universiteti bu yerda bir kitoblarni saqlamay yotadi, balki Uyg'urlarningki madaniyatini saqlash, tilini saqlash, o'zining kim bo'lib yashashdan iborat huquq uchun kurash qilishiga to'p qo'shib yotadi degan minnatdorlik tuyg'umni ifodalab qo'ydim. Mana bu inglizcha biladigan qarindoshlar o'qib qo'ysanglar bo'ladi. Albatta uningda keltirilgan dalillar bor. Masalan, biz zulm uchirdik degan vaqtda qanday zulm uchirdik deb. Raylarda Yalqin Rozga o'xshash ziyolilarimiz, Akbarjon Asadga o'xshash yosh qarqanchilarimiz mana bular qo'yib berildi jazo lagerlaridan deb yozdim. Bo'ladi amsa bugun gap mushunchalik bo'lsin. Hammanglarga saqliq, dunyoga tinchlik, kishilarimizga erkinlik. Rahmat.